Hatto eng yaxshi futbolchilar ham ba'zan shunday xato qiladilarki, bu holat memga aylanib ketadi. Qabul qil. Futbol tarixidagi eng kulgili 5 ta yo'qotilgan imkoniyat. 5-o'rin. Fernando Torres, Chelsea. Birga bir vaziyat. Darvozabon o'rta qolgan. Darvoza bo'sh, ammo Torres to'pni darvozadan tashqariga yo'naltiradi. 4-o'rin. Cristiano Ronaldo, Manchester United. Jarima maydoniga uzatma. Ronaldo 2 metrdan zarba beradi, ammo to'p darvoza ustiga uchib ketadi. Hatto Kriro ham odam ekan. 3-o'rin. Sergio Aguero, Manchester City. Sterling butun raqib jamoasini aldab o'tib, to'pni ochiq darvozada turgan Agueroga uzatadi. 2-o'rin. Hoffman, Wolfsburg. Bayer Leverkusenga qarshi o'yin. 1 metrdan bo'sh darvozaga zarba, ammo to'p yuqoriga ketib, butun stadionni hayratda qoldiradi.